pulni bitiga tars otdim, ish tugatdim diyor. Qanaqa? Haligi bolalar. Aka boring boshqa joydan so'ra. U siz akalar ham ko'payib ketdi. Ko'chaga chiqib ishlasangiz 4 ta nonga pul topasiz-ku. Sizlardan bunday bir joyga kelib o'tira olmaymiz ham. Ko'chaga chiqib madikorchilik qilsangiz ham normalniy pul topasiz. Boring boshqa joyga, Ya bolalar, g'alati emasmi? Odam usti boshiga qarab planchiga o'xshatdinglar shekilli. Ismi nima edi ukajonim? Umarxon. Umarxon ko'chada ekini o'kstirgan ekan. Sizlarnikimi olib turasizlarmi deb so'ragani kiruvdim. Men o'zi aslida grill hovuzda xo'jayini bo'laman. Mana shu shotinglarni to'lamanglar. Men hozir kassaga aytib qo'yaman, Umarxon. Ha, ishlayapsizlarmi? Ikkinchi kamera necha pul bo'ldi? 460 ming aka. 460 ming. 300 minglik hisobga ham soldirib beray. Uyda ustalar bor edi. Keyin ukam to'lab qo'yadi. Kim edi? Ana o'tiribdi. Umarxon aytib qo'ydim kassaga. Bo'ldi, aka, hop. Bo'ldi, men mashinada Matizda bo'laman bo'lmasa. Qiz bemalol chiqaylik, bolalar olib chiqib bersangiz saboyiga. Kulayirmasdan tez bu. Voy, kulayirmasdan tez-tez ish qil. Hop, aka. Voy, hammani aka deyman, shundaymi? Ko'rdingmi, aka deyish oqibati nimalarga olib kelmadi?